Assalomu alaykum Gulira'no opa. Sizni chiqishlaringizni har yakshanba qanday vaziyatda bo'lmasin, doim qoldirmay eshitaman. Men ham o'z hayotimni aytib, yengillanarkinman deb o'yladim. Meni ismim Mahliyo. Yoshim 20 dan o'tdi. Oilada to'ng'ich farzandman. 2 ta singlim bor. Dadam yoshligimizda olamdan o'tgan. Onam boshqa turmush qurgan. Oyijonim juda ham chiroyli va pokiza, pazanda ayol. Faqat biroz injiq va qaysar. Biz ota mehriga to'ymadik. Singillarimni dadamdan qolgan yodgorlarim deb erkalayman. Dadamni ular eslay olishmaydi. Kichkintoylarim hali maktabda o'qishadi. Men ham maktabni a'lo baholarga tamomladim. O'qishda iqtisod sohasi bo'yicha o'qib, bankda ishlashni xohladim. Ammo sharoitimiz yo'q bo'lganligi bois o'qiy olmadim. O'qishni erta-kechi yo'q deb ishladim. Har xil joylarda, hatto ofitsiantka bo'lib ham. Go'yo yomon ish qilayotganday, insofsiz odamlar turli gaplar qilishardi. Bu menga yoqmasdi. Keyin ishlamay qo'ydim. Onam bizni yolg'iz qo'l bilan voyaga yetkizyapti. O'gay dadam kelib-ketib yashaydi. Buni hamma biladi. U kishini o'lguday yomon ko'raman. Biroq doim hurmatini joyiga qo'yib, buni bildirmaslikka harakat qilaman. Lekin o'sha o'gay dadamni deb ba'zida oyimni ko'nglini og'ritib qo'yaman. Men namoz o'qiyman. Ro'molga kirmoqchiman, biroq oyim ruxsat bermaydi. Ro'molli qizlarni nomiga dog' tushirayotgan qizlar haqida eshitib, kirishimga qarshilar. Oyim o'zi ro'mol o'ramaydi. Kostyum yubkalarni kiyib, zamonaviy bo'lib, doim o'ziga qarab yuradi. Onam yolg'iz farzand. Xolam, tog'am yo'q. Dadamning vafotidan keyin ammalarim uydan haydab yuborishgan. Hozirgi kunda biz onam tug'ilib o'sgan uyda turamiz. O'gay dadam qorasuvlik. Xotini ora kunda kelib to'polon qilib ketadi. Oyimni telefoniga har xil SMS'lar yozadi. Onam bildirmagani bilan sezaman, siqiladi, qiynaladi. U ham yetmaganday menga kelgan sovchilar bir kelishgach qaytib kelishmaydi. Ko'chalarda ko'rib sovchi yuboraman deganlar ko'p. Ammo ulardan ham bir marta kelib, keyin kelishmay qo'yadi. Sababini bilmadim, nima uchun shunday. Yoshim 20 dan o'tgan bo'lsa ham, hali sepimga bitta ro'molcha ham tashalmagan. Ayni kunda bekorman. Sababi ishlashdan charchadim. 3 oylik kurslarda o'qiyman desam, o'gay dadam oyimni qayraydi. O'qib balo bormi? Ishlasin, senga yordam bo'ladi, deb. Shunga onam o'qimaysan deydi. Men ham o'qimasam ishlamayman ham dedim. Kechgacha uydaman. Dugonalarimni barchasi turmushga chiqib ketishgan. Suhbatlashgani, dardlashgani hech kimim yo'q. Xullas 1 yil bo'lib qoldi. Bir yigit bilan internet orqali tanishganmiz. U menga hech kim bera olmagan mehrini berdi. Oilaviy Rossiyada yashashadi. Hali uchrashmaganmiz. Biroq qo'ng'iroqlashib, rasmlarimizni ko'rib, ancha-muncha Skype orqali gaplashib turamiz. Bir-birimizga shunday ko'ngil qo'ydik. Shu yil kelib uylanib ketar ekan. Bir tomondan kelishiga xursand bo'lsam, ikkinchi tomoni yigit ham qorasuvlik ekan. Agar o'gay dadamning xotini bilan oyisi tanish chiqib qolsa, meni kelin qilmasliklari aniq. U yigit esa, onam uylanmaysan desa, sevgan qizim bo'lsa ham olmayman, chunki xotin topiladi, lekin ona topilmaydi degan. Bu ham mayli. O'gay dadamning xotini har gal urushgani kelganda, men tirik ekanman, qizingni olmaydi degan. Shunga qo'rqaman. Nima qilsam ekan? U bolaga qanday aytaman? Oyimga aytay desam siqiladi.
O'zi shundoq ham muammolari ko'p. Ustiga ustak sepim ham yo'q. U yigit bo'lsa sepni keragi yo'q. Bir oyga kelib to'yni qilib ketamiz deb aytgan. Ammo men judayam qo'rqyapman. Agar boshqasiga uylanib ketsa men nima qilaman? Uni o'ylamasdan bir kunim ham o'tmaydi. Rostdan ham sevsa uylanadi deb o'ylayman-u, lekin onasiga qarshi bormaydi. Olmaysan deydigan bo'lsa, kechib ketadimi? Nima qilay? Maslahat beringlar.